Assalomu alaykum Navro'zon Flowers obunachilari. Sog' salomatmisizlar? Bugungi kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Mana bugun Moonlight gulimni mana shunday tuprog'idan bo'shatib olib, yaxshi chiroyli gruntlarga, mineral o'g'itlarga boy gruntga ekmoqchiman. Bunisi mana stakanda edi. Videomiz cho'zilib ketmasin deb stakandan bo'shatib oldim. Tuprog'ini ko'ringizlar. Faqat biyogomizga ekilgan. Ko'rinyaptimi sizlarga? Mana. Lekin tomirlari juda yaxshi. Tomirlari zo'r bo'lib turibdi. Stressga tushmasin deb oldinroq suvlab olgandim, namlab. Qanday gullarda tuvakdan tuvakka yoki tuprog'ini alishtirmoqchi bo'lsalaringiz ham gullarni bir namlab olish kerak. Stressga kamroq tushadi. Bu Moonlight gulimiz Golland sorti. Xitoydan ko'rmadim hali bunday gulni kelganini. Agar kelgan bo'lganda ham olgan bo'lardim. Endi ozroq shamollabmiz. Uzr. Tomog'imiz og'rigani uchun ovozimiz yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman sizlardan. Mana shunday qilib fitil qilib ekmoqchiman. O'zidan salgina kattaroq stakanga, mana shunday holatda. Buni tomirlari qanday yurib turganini ko'rsak bo'ladi keyin. Mana. Bior gulimiz o'stirilishini bilib olsak, juda tez o'sadi. Bu gruntimizga vermikulitni ko'proq qo'shdim. Chunki o'zimda oldingi Moonlight'imda ham tuprog'iga vermikulitni ko'proq qo'shgandim. Rosa tez o'sdi. Bo'y cho'zib, chiroyli bo'lib o'sgan. Shuning uchun ham bunga ham vermikulitni ko'proq qo'shdim. Perlita maniki kamroq. Chiroyli qilib ekib olamiz endi. Namlikni juda yaxshi ko'radi. Bemalol mana shunday vazdushniy tomirlari ko'rinib turibdimi? Shulardan bitta barik, bitta poya qilib ekib ko'paytirib olsak bo'ladi. Hozir buni ko'paytirish niyatim yo'q. Chunki o'zimda borligi uchun bularni shunchaki tuprog'ini alishtirmoqchiman. O'zimnikini ko'paytirishga qo'yganman. Hozir ko'rsataman qanday qilib ko'paytirishga qo'yganimda. Sizlarga ham ma'qul keladi. Kesmay turib, vazdushniy tomirlarini stakanlarga tekkizib shpilka bilan tuprog'iga kiydirib qo'ydim. Shunchaki o'z erkida tomirlash uchun. Kesib buni qiynagim kelmadi. Buni ham mana shunday qilib shpilka yordamida kirgizib yuborsak bo'lar ekan. Gollanddan bir kelib kelmay ketdi bu gul. Agar kelsa yana olgan bo'lardim. Buni barlarni ko'ryapsizlarmi, qanday chiroyli. Chiroyi o'ziga mahliyo qiladi. Buni aporolarga qo'ysa bormi? Rosa chiroyli o'sa bu. Buni hozir ana qilamiz. Otini shpilka qadaymiz. Bunisini ham bo'shatib olaylik. Quruq to'proq bo'lsa, tomirlarga ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun tuprog'ini namlab olganimiz yaxshi. Mana tagiga nimalar qo'ygan ekan? Penoplast. Bularni olib tashlaymiz.
bizga kerak emas, fitil qilib ekyapmiz. O'ziga o'zi namligini berib turadi. Ta'mirlashlari yaxshi. Mana ko'ryapsizlar. Oddiy Biogomes tuprog'i. Universalni tuproq qilib ekilmagan. Shuning uchun ham mana bunga ham mana shunday shipilka qadalgan ekan. Воздушный ta'mirlarni ko'paytirib olish uchun. Bunisi zanglab ham ketibdi. Yaxshirab tushirib, ta'mirlarda chirishlar yo'q. Juda yaxshi ekan. Holatlari yaxshi. Mana bu ipini, fitil ipini olib tashlaymiz. Tomir deb o'ylabman. Tomir emas, fitilni ip ekan. Kiyishib ketgan tomirlarning orasida. Ipni orasidan tomir o'tib ketibdi. Buni avaylab olamiz endi. Kamroq stressga tushirishimiz kerak edi buni. Barigini g'ujanak qilib o'rab oladi. Xunuk bu hech yoymaydi keyin. Shunday. Buni ham shunday fitil qilib ekmoqchiman. Torf, perlit, vermiculit ekkanman, solganman ichiga. Ekkanman debman. Tuproqning ichida. Alohida ko'rsatishim shart emas shekilli. Hammamiz gulchilar bilib oldik. Qanday tuproqlarga ekib olishimizni gullarni. Masalan, Xitoydan kelayotgan gullarimiz faqat oddiy torfning o'ziga ekilib kelyapti. Shuning uchun shunday yaxshi gruntlarga almashtirib olishdi. Necha yildan beri YouTube kanallarda blogerlar ko'rsatyapti. Qanday tuproqqa, qanday qo'shimchalar qo'shishi hammasi ko'rsatilyapti. Fitilimiz ichida qolib ketsin. Tuprog'im quruq. Chunki shunday tomirlarning orasiga kirib ketsin deb o'zim namlamayman tuprog'imda. Har xil holatlar bo'ladi. Masalan, zichlashib kirib ketgan bo'ladi. Tomirlar bir-biriga yopishib, ularga shu nam tuproqni joy-joyiga keltirib ola olmaysizlar-da. Mana shunday bo'lsa, quruq bo'lsa, bemalol ekib olamiz. Hamma joyiga boradi tuproq. Mana shunday ochiq joylari qolmaydi. Qishning kunida har kuni fitilga qo'yib qo'ymaymiz. Bir 2 kun fitilda tursa, 1 kun, 2 kun fitildan olib qo'yamiz. Mana shunday ipini chiqarib qo'ysak bo'ldi. Shart emas uni. Chunki kunimiz sovuq bo'lib boryapti. Borgan sari hammasi shunday bo'lib chiroyli bo'lib o'sishi uchun tomirlarini chirtib qo'ymaylik. O'zimizni nimamizni o'ylab, osonatimizni o'ylab. Fitilga qo'ysak shunisi yaxshi. Bemalol esingizdan, yodingizdan chiqsa ham
fitildan ichib turadi suvni. Shuning uchun o'zimizga osonligini o'ylab buni qishning kunida ham fitilga qo'yib qo'ysak bo'lmaydi. Tomirlarda chirish bo'lishi mumkin. Shunday qilib ekib oldik. Воздушный tomirni bunday qilib ekmoqchi bo'lgan ekan, chirish bo'libdi. Mana shuncha tuproq keraksiz. Endi mana shunday og'irroq stakanga kiygizib qo'ysak, masalan, har xil holat bo'ladi. Qo'lingiz tekib ketsa, mana shunday yengil stakanchiklar tagidan qo'ysak, yiqilib ketishi mumkin. Bizda yosh bolalar bor. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi ishlatilmay qolgan stakanlar ham bo'ladi. Masalan, borib yangisidan olingizlar demayman. Mana shundan ong deyman. Endi karnivelli suv beramiz stakandan. Bemalol ichib olishi uchun. Stressga ham tushirmaydi karnivin. Keyin esa tomirlar tez yurishib ketishi uchun yordam beradi. Bu fitilni ishga tushiramiz nasib etsa. Chiroyli qilib to'yintirib suvlab olamiz. Tagiga suvlari tushib olishi uchun salgina namlab qo'yib bo'lmaydi buni. Mana ko'rinyaptimi? Suv tushyapti. Hamma joyi namlansa bizga ma'qul. Agar suvni kamroq ichsin desalaringiz, mana shunday ipini chiqarib qo'yamiz stakandan. Qani bunisi ham tushdimi? Stendapsuslarni yaxshi ko'raman. Beozor juda tez o'sadi. O'smay to'xtab turadigan gullardan ko'ra, qishning kunida uyquga ketadigan gullardan ko'ra shular yaxshimi deymanda. Qishning kunida ham sharoiti zo'r bo'lsa, o'sadi chiroyli bo'lib. Mana chiroyli qilib ekib oldik. Buni shpilka qilgim kelmadi. Bor ko'chatimiz ham chirib ketmasin, shundaymi? Endi bu gullarimiz fitil ishga tushdi. Buni chetga olamiz. Sizlarga hozir o'zimni moonlightimni ko'paytirishga qo'ygandim. Shuni ko'rsataman. Mana. Xalaqit beradigan narsalarni chetga olamiz. Shunday qo'yamiz. Gullarimni воздушный tomirlarini ko'paytirishga qo'yganman. Stakanlar kiydirib chiroyli bo'lib o'ziga o'zi o'ssin deb. Mana shu moonlightimni ikkita bargligida olganman ko'chatidan. Bemalol qo'rqmasdan mana shunday qilib воздушный tomirlarni yurgizib olsak bo'ladi. Bu past baland bo'lib qoldi, juda beyor ekan. Mana воздушный tomiri ko'rinyaptimi? O'zi 1-2 kun bo'lib qoldi, bir hafta ya bo'ldi ya bo'lmadi-da. Ko'paytirganim. Ko'rinyaptimi? воздушный tomiri yurib ketibdi. Bemalol mana shunday qilib stendapsuslarni, faqat moonlightni emas, boshqa stendapsuslarni ham shunday qilib ko'paytirib olsak bo'ladi. Past baland bo'lgani uchun mana shunday qilib taxtalardan qog'oz o'rab qo'yib qo'ydim. Воздушный tomirlarini
tuprog'iga tegib tursin deb vermikulit, keyin agrobalt solganman ichiga. Beozor sort ekan, shu holatda ham mana o'syapti. Rosa tez o'sdi bu. Shuning uchun ham barglari, ranglari ochiq. Salatoviy svetda. Bilmayman, uyimiz harorati, parvarishim yoqdimi? Chiroyli o'syapti, ham juda tez o'syapti. O'zini yaxshi his qilyapti bunday olganda. Shipilka qistirib qo'yganman. Bemalol mana shunday qilib qo'rqmasdan, kesmasdan gullarimizni chiroyli qilib o'stirib olsak bo'ladi. Sizlarga ham shuni tavsiya beraman. Qishning kunida erta bahorgacha yaxshigina tomirlari yurib, mana shu stakanni to'ldirgandan keyin bemalol shu yerlardan kesib yana bitta ko'chat qilib olsak bo'ladi. Chirib qoldi demaysizlar. Gulim nobud bo'ldi, gulimdan ayrilib qoldim demaysizlar, chunki o'zini holatida turibdi. Shu onaligiga kamroq suv berasizlar, namligi oshib ketmasin deb, faqat mana shu qo'ygan stakanchiklarimizga namlikni beramiz. Chunki bu onaligi o'ssa, bu namlik berayotgan stakanchiklarimizdagi tomirlar yurishmaydi. O'shani hech esdan chiqarmaysizlar. Bu chiroyli bo'lib o'sib turishi uchun, воздушный tomirlari tez yurib ketishi uchun stakanlarni namlab turamiz ko'proq. Onaligidan ko'ra. Shunday tomiri zo'r yurishib, shunday chiroyli gullarni bemalol qo'rqmasdan ko'paytirib olsak bo'ladi. Xo'p, unda sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, rosa xursand bo'laman. Charchamaysizlar.